Cher, mana bu televizoringni maymunni qara, shunaqa ham maymun bo'ladimi? Katta, bunaqa maymun hayotda yo'q. Meni dadam hammadan zo'r. Chunki meni dadam tug'ilgan kunimga mitti sumurchalar, ota sumurt olib kelgan. Sumurtlarni yomon ko'raman. Sen dadang kim bo'pti? Meni dadam ertakdagi g'azobga bergan oltin tuxum qo'yadi. Sizlar dadalaring tug'ilgan kuningizda nima sovg'a qildi? Hali bilmaymiz. Ha, dadasi uyg'ondingizmi? Ha, tinchlikmi xotin? Mehmon kelganmi uyga? Tinchlik. Hasan bilan Zuhrangizni tug'ilgan kuni-ku bugun. Voy, qanaqa otasiz? Haqiqatan ham tug'ilgan kuni bu. Shunaqa. Endi xalqni dardi bilan yashagandan keyin ham mana shunaqa bo'lib turadi-da, esdan chiqib ketib qoladi ba'zida. Xalqni o'ylaganingiz yaxshi. Xursandman, ammo bolalaringizni esingizdan chiqarmang. Dadasi meniki umuman esingizdan chiqarib yuborgansiz. Unday dema. Menga qara. Shunaqa. Necha kishi kelibdi? 2 kishi. Ana sudyani qizi bilan prokurorning qizi kelibdi. Ha, o'zim aytib qo'ydim-da. Ko'p kishi aytmagan-ku. Yaxshi qildi-da. Shunaqa. Bir kerak emas, ha? Ha, kiring. Ha, sovg'a-povg'alarni ham anaqa qiling o'zingiz bolalaringizga. Menga qara, bu yog'idan g'am emas. Bor, hammasini hayr. Jonisi o'zingiz bittasizda, rahmat sizga. Hasan, nimaga hamma sinfdoshlarimizni chaqirmading? Chunki dadam odam ajratadilar. Ye. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom meni bolajonlarim. Hasanjon bolam, tug'ilgan kunlaring muborak bo'lsin. Toychog'im, o'g'il bola. Aynalib ketay qizimdan. Zuhra qizim. Aynalib ketay. Endi qizim meni. Mehmonlar chaqirdilar bu tug'ilgan kunlaringga. Chiqsi ham mayli. O'g'lim, qizim, tug'ilgan kunlaringga nima olib beray? Hozir qo'limni qayerga uzatsam shaqqa yetadi. Ey, nima olib beray o'g'lim? Senga o'zi yuradigan mashincha olib beraymi? Mazza qilib minib yurasan, ha? Yo'q, eshak olib berasiz. Eshak? Ha. Ya menga qara o'g'lim, eshak meni obro'yimga to'g'ri kelmaydi. Ot olib beray, ot. Menga Shrekni eshakdan berasiz. Gapiradigan bor-ku, gapiradi. Menga qara, endi bir gapni hokim eshak boqyapti degan gap qoluvdi. Qizim, tilla qizim. Senga nima olib beray, qizim? Menga maymun olib berasiz. Maymun? King Kong. Maymunmi? Voy, unaqa maymun bizda Rosta yo'q. kamli olib berasiz. Unaqa haqiqiy maymunlar bizda yo'q, qizim. Ular uzoq Afrikada yashaydi. Olib berasiz. Hay, qizim, menga qara. Chayon olib bering deding, olib berdim haqiqiysidan. Ilon kerak deding, anakonda ilon olib kelib berdim. Tulki olib bering deding, tulki ham olib kelib berdim. Bo'ri olib kelib bering deding. Oy, bo'ri ham olib kelib berdim, haqiqiy bo'ri. O'ldirding hammasini. Ana bo'rining ahvolini qara. Nima qilding? Olib kelib berasiz, kaptan. Olib kelib berasiz. Shoshma. Aynalib ketay o'zim qo'zim qizimdan. Tilla qizim, senga nima olib beray? 10 ta chupa-chups. 10 ta chupa-chups? Voyma! Latis. Tejamkor qizimda bu tejamkor qizim. Sen katta bo'lsang, tadbirkor bo'lasan. O'rganinglar bundan tejamkorlikni. Olib kelib berasiz. Maymun ham yo'q, eshak ham yo'q. Tushingda ko'rasan. Olib berasiz. Bo'ldi. Alo. Ha, yaxshimisan? Men Farg'onaga ketayotgandim dam olgani. Bir aylanib kelmasam bo'lmay charchab ketdim-da. Ya, bir oyga emas. Xullas, ish yuzasidan boryapman. Hozir hali fikr almashishim kerak-da. Malakamni oshirib kelishim kerak. Malakamni oshirishim kerak menga, shunaqa. Bo'pti, keyin gaplashamiz. Men Farg'onaga borishim kerak. Xotin tinchlikmi? Liginglab qolsan? Bir darding bor-ku. Negadir bolalaringizning kayfiyati yo'q. Ular bola bo'lsa-ku, menga nima emish? Jonli, haqiqiy
Maymun olib kelmish. Ama qayerda olib kelaman haqiqiy maymunni? Voy, topib kelasiz. Ha, eshakni-ku bir narsa topsa bo'ladi endi. O'zbekistonda maymun yashamaydi-ku. Yashaydi. Pulini bersangiz-chi, begemot ham keladi. Oppa, menga qara. Qayerda topaman deyapman men senga maymunni? Yo'qmi? Yo'q, tamam. Ya, xalqning dardi o'zi menga yetadi. Saniki oshiqcha. Bu men kerak emas. O'chira o'zingda. Men bilmayman, sirkdanmi, zooparkdanmi topib kelasiz. Maymun yo'q. Tushundingmi? Bor uyga kir. Voy. Endi shuni ham telefon qilib dadamga aytishim kerakmi? Hazilda ham tushunmaysan-da. Darrov nima qilgan? Qo'y odamni bezovta qilmang. Mayda juda ishlarni o'zim hal qilaman. Maymun ekan ko'p bitta maymun. Topamiz, tamom. Hey! Ana, yugurdagi keldi. Assalomu alaykum. Hokimboy, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshilamadingizmi? Yaxshi. Qanday qiling? A'lo. Bugun xudo xolasa ertalabdan to'ychoqda ketar ekanmiz-da Farg'onaga. Mazza qilib shashliklarimiz o'rdingiz. Ali Bayramni qilamiz. Senga nima desam ekan, Muhammadjon, xullas Farg'onaga o'zim borib keladigan bo'lib qoldim. Men-chi? Vaziyat o'zgardi-da. Sen shu yerda qolasan, ish bor. Qanaqa ish Hokimboy? Xullas yaxshi ish bor. Meni bolachalarimning tug'ilgan kuni. Ha? Shularga haqiqiy maymun olib kelish kerak-da. Maymun? Ha, haqiqiy maymun. Aha. Shuni topib kelsang bo'ldi, xursand bo'lardim. Menmi? Hojatini chiqararding, hokim bo'g'ingda bir baraka topkir. Maymunni qayerda topaman men, Hokimboy? Bilmasam endi izlaysan-da. Sirkdan izlab borana, nimachani ermaydi, zooparkka borana. Bir kunga berib turar bitta maymun. Bilasizmi? Chakana pul turami Hokimboy men? Qayerdan izlayman Hokimboy? Maymunni bir eshak deng, otdek topib kelar, maymunni qayerdan topaman Hokimboy? Ya topganda bir yo'lini qilib. Olib kelsa bir paloncha so'mga keladi, qayerdan topaman Hokimboy? Pulim yo'q bo'lsa meni. Oylik olib berganingiz yo'q, qayerdan topaman Hokimboy? Puldan g'am yema. Tak, senga nech pul turadi o'zi bir kunga bitta maymun? 100 dollarga yursa kerak endi, bilasan Hokimboy? $100 bo'lsa mana $100. Shu xalqida bugun yetkazmasang bo'lmaydi. Mayli-ku, men ham borishim bor, kelishim bor. Abet qilaman. Yana bitta Hokimboy. Sen ham shu maymunga o'xshab $100 yurasan shekilli-da. Qani bir duo qilsangiz, siz yo'lingiz bexatar bo'lsa, yaxshi borgingiz Hokimboy. İşimizga, kasbkorimizga. Hadi kes. Hadi. O'tiring. Darvoza ochay bo'lmasa. To'xtang jonim. Ha, xotin tinchlikmi? Yo'q, tinchlik emas. Nima gap? Nima bo'lyapti? Ana qo'shni ayolga rosa havasim kelyapti. Ha, nima Sanimaxongami? Yo'q, undan nargisiga. Ana o'shimga yuradigan nima xipcha chumali belmi? Ha, bunday xipcha belar, chiroyli. Unga havas arziydi. To'g'ri qilasan, zo'r ayol lekin havas qilsang bo'ladi lekin. Bas qiling. O'shani eri har kuni ishga ketayotib, yuzdan bitta o'pib ketar ekan. Xo'sh. Siz ham shuni qila olmaysizmi, deyapman. Uni qilish oson. Ammo men uni xotinining yuzini o'psam, eri xafa bo'lib qolmasmikan? A? Hazır. Bilasan-ku, xotin hazilkashman. Mayli, yaxshi bor, uyga kirib. Ya aka, assalomu alaykum. Qo'rqitib yubordingiz odamni. Qo'lingizni tutibsiz. Qiziqdim-da, qarang. Haqiqiyga o'xshar ekan. Haqiqiy qoyili. Aka, menga haqiqiy maymun kerak.
Maymun? Ha. Bor. Bormi? Sirkda. Sirkda? Ha. Qayerasida? bor. Men Zaparga ketyaptim. Tanishlar bormi bu yoqda? Bor. Bir kunda qancha topasiz? 200 ming. 200 mingmi? Shu 200 mingni men beraman aka. Aha. Men bilan shu Toshkentga boraylik, sirkka. Shu maymuni bir kunga arendaga olib kelib, bir kunda qaytarib olib beramiz. Mayli debsak, Jo'ramdan kelish mayli. bo'lmasa men bilan yuring. Ketdikmi? Ismingiz nima? Husan. Husan aka, yuring. Mana aytgan yigitim mana shu Ikromjon. Shu sirkning katta xo'jayini. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Uzoqdan kelyapmiz. Yoningizga bir kichkina iltimos bilan keldik aka. Shu Qo'limizdan kelsa. rahbarimizni farzandlari tug'ilgan kuni edi. Shu maymun gorilla sovg'a qilamiz deb va'da berib qo'ydik. Shu bitta maymun topib bering aka. Bir kunga. Gorilla maymunmi? Ha, gorilla maymun. Bizda hozir gorilla maymunimizda umuman imkoniyat yo'q. Bizda maymunimiz hozir 2 qat. Ko'chaga olib chiqishga birinchidan haqqimiz yo'q. Yaqindan xavotir olmang aka. Gap pulda emas, gap pulda emas. U xalqning narsasini birovni tug'ilgan kuniga olib borishga imkoniyatimiz ham yo'q. Hozirgi mahalda maymunimizni ko'chaga olib chiqishga imkoniyat ham yo'q. Shuning uchun xafa bo'lmaysiz. Zaparkda borsammikan? Zaparkda bo'ladimi? Zaparkimizda ham yo'q. Mana bizni haykaltorash ukamiz bor. Shunga murojaat qilsangiz, ertaga qilib bera oladi. Aka, bizga birinchidan bugunga kerak. Ikkinchidan tiriga kerak aka. Umuman iloji yo'qmi? Iloji yo'q, iloji yo'q. Bo'pti, esa sizga sog'lik, salomatlik, vaqt yo'qotmaylik biz. Kelib qolibsizlar, kiringlar. Yangi tomoshalar bo'lyapti. Tuyamiz bor, ilonlarimiz bor. Otlarimiz bor. Kerak emas, maymun kerak. Ya, Vaqt maymunni, yo'qotmaylik maymunni aka. imkoniyati. Boshqa safar bemalolchilikda kelamiz aka. Bo'pti. Bo'pti aka, sog' bo'ling. Yuring. Ha jo'ra, endi 200 ming cho'z. 200 ming? Ha? Qanaqa 200 ming aka? Sirkdan topolmadik. Zapasdan ham sirkingizdan topolmadik. Yo'q narsaga pul beravermayman. Pulni ko'chada supurib olganim yo'q aka. Jo'ra, Toshkentda nima ko'p, teatr ko'p. Yur bironta aktyor topib beraman. Aktyor? Ha? Maskaga kiygizib qo'yamiz. Ha? To'g'ri aytasiz aka. Ha? Bu ishni qo'ylataylik, keyin 200 ming beraman aka. 200 ming. Bo'ldi. Mana menga pul bu. Yuring. Bo'ldi bu. Ha? Bak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alisher aka, yaxshimisiz? Rahmat. Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Gap yo'q. Qarang. Qarang. Televizorda ko'rdim, o'shanda ko'ringiz. Hayotda ham qolib qolgan ekansiz, ha? Ey ukam, asl san'atkor rangi bir xil bo'ladi, bularda bitta rang bor. Qora bizda nima qilamiz seni? Xizmat ukajonim. Qarang aka, men mana shu yerga ishga kelmoqchi edim. Ishga? Xullas kalon aktyor bo'lmoqchiman. Men ham shu teatrda bir jog'lan urib xizmat Xudoy qilmoqchiman. topag'im. Hamma asl bo'lib keladi. Ey, men qarang. Qattiq bitirgansiz. Men selxoz texnikumni bitirganman aka. Lekin xo'pim akajon, rosa qiziqaman. Aktyor bugun kelyapti. Jon aka, yordam qiling. Endi sizga nima deyishimni bilmay qoldim. O'qish kerak buning uchun. Va alaykum assalom. Do'stim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. O'zimiz Tohir aka. Nima qilyapsiz bu yerda? Assalomu alaykum. Tohir aka. Taniysiz bu yigitni? Ha, o'zimiz. Sog'lanku. Ya. Keringlar, xizmat menga. Bir iltimos bilan keldik. Xo'p bo'ladi, eshitaman. Bizga shu rahbarimizni farzandlarining tug'ilgan kunlari edi. Egiz farzandda Hasan Zuhra. Shunga maymun sovg'a qilamiz deb va'da berib qo'ygan joyimiz bor. Shunga sirkni ko'rdik, zapartni ko'rdik, maymun topolmadik. O'ylab bir fikrga keldik. Mana shu teatrlaringizdan bitta aktyor bo'lsa, maymun rolini o'ynab bersa shunaqa deb fikrda edikda. Ye, shoshmang. Demak, sizlarga bilishimcha aktyor kerak. Aktyor kerak. Mana aktyor. Tohir akami. Ana tayyor aktyor. Hey, menga qarang ukam. Agar siz maymunni rolini qoyilmaqom qilib o'ynab bersangiz, biz albatta teatr qilamiz. Aniq olasizmi? Aniq olamiz. Aniq. Menga qarang, bo'lmasa uka, men kirib ana liboschilardan bir maymunni kiyimini so'rab boqay.
zo'r bo'ladi. Men olib chiqib mayli, yordam bering. Yordam berganim bo'lsin. Ha, ukajon, menga qarang. Qoyil maqom qilib o'ynab bersangiz, gap yo'q. Bo'lmasa, men hozir kirib olib chiqib beraman. Shunday qiling, katta yordam bergan bo'lasiz. Omadingiz bor ekan. Mana sizga, mana tayyor maymun. Bo'ldi, hozir men chiqaman. Tohir aka, endi gap bunday. Boramiz, rolni o'ynaymiz, 5 so'm pulingizni beraman. Faqat chiroyli o'ynab berishingiz kerak-da. Xapaqmaysanmi? Ya. 200 ming beraman aka. Kelishdik. Bo'ldi. Erkashaga. Ha, formani olaylik, ketdik endi. Ha, Isroil aka. Sen o'sha tomon. Ha, chiqing. Baraka top. Yo bismillahirrohmanirrohim. Voy. Qandaysiz? Charchamayapsizmi? Charchamayapman. Sen vaqti o'zgarib qolding ey. Nimaga unday deysiz? Hokimning muavini bo'lgandan birin umuman burni ko'tarilib qoldi. Qarilarni unday yo'lda ko'rsang olib ketsang bo'ladi-ku, savobdan kerak-ku. Mana olib ketyapsiz-ku, Isroil aka. Hozir o'zi kechasi ham, kunduzi ham ko'zlarimga bir mahluqlar ko'rinyapti desang, ey. Shu vahima boshlanaveradi-da. Shunga hozir ketyapman. Doktorga ko'rsataymikin, mullaga boraymikin, yo tabibga boraymikin? Nima deysan, ha? Isroil aka, Ha, doktorga boring, doktorga. doktorga boraymikin, ha? Sana ovoz qayoqdan kelyapti qani? Voy, to'xtatam shuni. Mana hozir yana ko'rinib boshladi menga. To'xtate. Bo'lmadi. Yetkazib qo'yay, oz qoldi. Kerak emas. To'xtagan boshlayman. Isroil aka, to'xtang, qaqa shoshasiz, olib borib qo'yaman, ozgina joy qoldi-ku. Ko'zlarimni ko'rinyapti, mana mashinangda ham tinchlik yo'q menga. Bor o'zingni ham mashinangni ham o'qitib bor. Odamlarga yaxshilik qilsang ham hayron seni. Maymun aka tushing. Tohir aka uzr. Qiynalmay kelib oldingizmi? Qiynalmay kelganim yo'q-ku. Bekani shu odamni mingizingda. Qo'rqib ketdi. Hozir bir narsa bo'lsa men javob bermayman, aytib qo'ying. Javob bermaysiz. U mijing odam-da. To'xtamay ketsang, o'qini gapiraveradi. Menga qara. Menga hokiming ham qiziqtirmaydi. Bolalari ham qiziqtirmaydi. Tug'ilgan kun ham qiziqtirmaydi. Pulni nima qildik? Puldan xavotir olmang. Beraman, muncha pul. Qara, bir kun turaman, bir kun. Bir kun. Bir kundan boshqa turmayman, aytib qo'ying. Endi bolalarni shunaqa xursand qilishingiz kerak, tug'ilgan kunda. Hokim o'g'liga aytadi kinoyi. Haq ketdi desa, keyin men gap eshitib qolaman-da. Men senga yana aytayapman, xursandchiligini xursand bo'ladim, bu meni qiziqtirmaydi. Bo'lmasa meni pulni qiziqtiradi. Buni yoping, qani obrazga kiring. Qani ket, yur, chiqib ko'raman. Ket, yur. Ha, boshlang. Boshlang. Qani ket. Kinoyi. Kel. Hey kinoyi. Keling Muhammadjon. Mana maymun olib keldim sizga. Ana maymunni o'zi qarang. Muhammadjon. Haqiqiy emas-ku bu. Haqiqiysi xavfli bo'ladi-da kinoyi. Mana bolalarga teginishi mumkin, tishlashi mumkin, sizga ham teginishi mumkin. Keyin hokim o'g'liga nima deb javob beraman? Mana qarang, maymun o'zi, bolachalarni chaqiring, jiyanlarni. Xursand bo'ladi, juda chiroyli. Qarang, maymun o'zi. Tishlashi mumkin deysizmi? Ha, keyin javob berishim bor meni ham. Ha, mayli. Bolalar, kelinglar, bolajon. Maymunning ismi Maymun og'a. Maymunlarni yomon ko'raman. Bolada hozir shunaqa rol o'ynab beradi, bolalar rosa xursand bo'ladi. Kinoyi kech bo'lib qoldi. Maymunni ham, meni ham qornim och chiqadi. Buni sizga bo'laylik. Ha, mayli. Avval qorin to'ydiramiz, undan keyin o'yin-kulga qilamiz. Tug'ilgan kunni nishonlaymiz. Qani maymun qani yuring, qani yuring. Ana, o'ziga qarang, ana. Yurishga qarang. Maymun. Bo'ldi, aka, bola yeching. Bolalar naraqda-ku. Spetimi. Xonam issiq ekan. Mana bu savlam yomon issiq ekan. Uy, arush shundaqasi yomon ekan. Oyog'imga yomon tepdi. Abdi dishdan olib kelsam. Aka, chidang. Bir kunlik o'tadi ketadi. Pulni olyapti 100 mingni. 100 mingni o'ynab turib olyapsiz. Men kechgacha hokimdan gap eshitib 100 mingni zo'r olaman. Siz esa o'ynab olyapsiz. Qiyomat bo'lyapman-da, birinchi marta kelyapman bunaqa sho'rga. Sabr qiling. Sen odam sabrli bo'ladi. Har gap turasa dikish.
Men ochman, men yengil. Ana kel. Mana o'sha Keyin tarlikalarda salad Yanga, nonpaningiz yo'qmi? Berib yuboring. Sharman. osh bo'lsin. Mana keyin kinay. Sharman nima qildingiz? Bunalar qanday nima bor? Abinda olganmi buni? Nima deganingiz? Qo'yib qo'ying. Endi meni Farg'onaga kelishimga bir sabab bor-da. Qani eshitaylikchi? Endi boyagiday bir san'atga qiziqaman-da men. San'at ko'raman ham deng. Ha endi yoshligimda musiqa maktabida o'qiganman. Uncha-muncha tushunaman. Shunday ekan, shunga bir o'zimning ustimda san'at yo'nalishi bo'yicha ishlamoqchiman-da. Keyin mana shu Farg'ona tashqi yo'nalishi bo'yicha musiqani o'zimizda tumanda rivojlantirmoqchiman. Ha, bir ikkita qo'shiqlar aytib, o'zim haliga Telegram, TikTok, Instagram degan narsaga qo'ymoqchiman. Qani bir eshitib ko'rsak bo'larmi unda o'shani? O'sha aytmoqchi bo'lgan qo'shig'ingizni. Albatta eshitib ko'rsangiz bo'ladi. Asbobingiz bormi o'zi? Asbobim bor-da. Qani. Ana asbob o'zim bilan yuradi bu asbob. Yaxshi, qani bir eshitaylik shunda. Muhammadjon. Muhammadjon. Aka? Voy aka. Ovqat tayyor. Olib kelaymi yo konsert qo'yasizlarmi? Qanaqa konsert? Yo'q, men ketaman. Men maymun emasman. Odamman, odam. Pullaring kerak emas. Vijdonim qiynalyapti. Pul olgani men ketaman. Voy tavba. Shunaqasi ham bo'ladimi? Tavba qildim. Farg'onamning parivashlari, ey jonimning qarindoshlari, Farg'onamning parivashlari. O'n qarang. Nima bo'ldi? Paytda mana qarang, kimdir telefon qilib o'tiribdi. Ilhomni Endi ilhom kelayotgan joyda. Mana shu ilhomni bo'yniga tepadi mana shunaqa yomon-da bular. Kim ekan o'zi? Ona qarang. Shu parivashlar haqida ashula kuylasam, dilarim sezib qoladi-da bu keliningiz. Keliningiz chiqyapti-da mana. Qanday sezadi, men hayron qolaman-da. Alo. Alo? Ha, xotin, nima gap? Ha, ana jo'natgan maymuningiz uyga ketaman deb janjal qilyapti. Ya? Uyga ketaman deydi. Maymunning uyi bormagan-ya. Qiziqmi? Sen qaqa ham borardi. Voy, kamigachi ichib olgan, o'chib qolgan. Maymun ichib olganmi? Ya qo'ysang-chi, bo'lmagan gap-ya, maymunni ichganini eshitmaganman-ya. U kamigachi vijdoni qiynalayotganimish. Astagfirullah. Hozir bir ikkita odamlarda vijdon yo'q. Maymunda vijdon qayerda bo'lardi? Qo'ysang-chi. Nima? Dadasi, meni ikkala qulog'ingiz bilan hamchi yaxshilab eshitib oling. Meni bolalarimni aldab ahmoq qilganingiz uchun hamma qilgan ishlaringizni oqizmay, tomizmay dadamga telefon qilib aytaman. Xabaringiz bo'lsin, tushundingizmi? Endi o'zingizdan ko'ring. Ey, qaynatamga telefon qilma. Unday qilma, baraka topkur. Qaynatamga telefon qilma.